Rama holatida kelgan Kia Bongo avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Biz obzorni boshladik. Ko'rib turganingizdek, bu mashinaga biz izotermik furgon qilib berganmiz. Ahamiyat beradigan joyi bu Al Capone'da bo'ladi. Al Capone'mizda splashnoy, uloqsiz tushgan, nержавейкалari ham xuddi shundoq. Undan tashqari bu mashinamiz rama holatida kelgani uchun karkaslarni baquvvat qilib berganmiz. Bu mashinamiz 4 tonna yuk ortish imkoniyatiga ega. Undan tashqari biz refrigerator ham o'rnatib berganmiz. Endi ichki qismi to'g'risida gaplashamiz. Ichki qismiga o'tadigan bo'lsak, Al Capone'lari butun tushgan, hech qanaqa ulog'i yo'q. Poliga bo'lsa reflyonli alyumin qilib berganmiz. Og'ir yuk ortishlariga o'zgacha dizayn ham berib turadi. Ikkita Al Capone'imizning orasida bo'lsa, qalin pokeylar qo'yib berganmiz. Refrigerator o'rnatilganligi uchun haroratni uzoq vaqt ushlab turishiga. Bu mashinani resorlarini ham usilit qilib berganmiz, karkaslarni ham baquvvat qilib berganmiz. 4 tonna yuk ortish imkoniyatiga ega. Agarda sizlarda shunaqa ramali mashina bo'ladigan bo'lsa, furgon, izotermik furgon xizmatlari qiziq bo'layotgan bo'lsa, bemalol quyidagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar.